Bir gapni aytaymi? Musofirchilikda kelganimga 19 yosh edim. Haliyam esimda. 2-oktyabr. Mana bugun 39 ga kirdim. Bu yillar, oylar, kunlar, soatlar davomida nimalarni ko'rmadim, nimalarni boshimdan o'tkazmadim. Kimlar tuhmat qildi, kimlar nimadirlar dedi. To'g'ri, xatoyim juda ko'p, gunohim ko'p. Buni tavba qilib yuvolmayman. To'g'risi. Tan olaman. Lekin bir narsani eshitib qoldim. Ko'p eshitaman shu domlalardan "Siylay rahm" degan so'zni. Lekin siz qilaversangiz, ular itarsa-yu, so'ramasa, ahvoling nima? Ayol boshing bilan nimalar qilib yuribsan? Nimalarga qiynalding? Nima kerak sanga? San mani jigarim, san mani xeshtavorim deydigan inson, erkak yo'q bizning avlodimizda. Chunki u erkaklarga bu normalniy holat. Ayol kishi uydan bosh ko'tarib olib chiqib ketib begona yurtlarga yurish unaqa erkaklarga normalniy bu. Chunki ularni obro'yi shu bilan. Ba'zida o'ylab qolaman shunaqa erkaklarni yer ko'tarib yurganiga. Chunki esimda kichkina qizim bilan ko'chaga chiqarib haydaganlari, tog'alarim, xolalarim. Endi singillarim qo'yaveraylik yo'qqa, mayli. Hammaga ham Alloh bor. Aytadi-ku, qilmish qidirmish. Vaqti soati keladi, qiyomatda so'rab olaman hammasini.